Amaliyotni sizlarga ko'rsatmoqchiman. 3 yoshli bemorimiz nafas olish juda ham qiyin, mana ko'rishingiz mumkin. Burun halqumida adenoid to'qiması juda ham katta, 3-darajagacha kattalashgan. Burun halqumni, ya'ni xonalarni to'liq bekitib turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir operatsiya qilib, adenoid to'qimasini olib tashlaymiz, natijalarini ko'rsatamiz. Aziz ko'rishingiz mumkin, adenoid to'qimasida hozirgi vaqtda mana shunaqa Sheor apparati yordamida endoskop nazorati bajariladi. Adenoid to'qimasi oxirigacha yaxshilab Sheor apparati yordamida olinib, qolgan to'qimalar bipolarni koagulyator yoki lazer apparati yordamida kuydirib chiqiladi. Adenotomiya amaliyoti barcha shifokorlar tomonidan shu usulda bajarilmoqda. Bu adenoid to'qimasini to'liq oxirigacha tozalab olishga yordam beradi va keyinchalik umuman qaytalanmasligiga olib keladi. Avvallari oddiy adenotom yordamida operatsiyalar qilingan va endoskop nazorati ishlatilmagan. Hozirgi vaqtda endoskop yordamida va Sheor apparati yordamida qilish natijasida adenoid to'qimasi oxirigacha tozalab olinmoqda va juda katta ehtimol bilan 100% holatda desa ham bo'ladi, adenoid bemorlarda boshqa qaytalanmaydi. Mumkin, mana adenotomiya amaliyoti Sheor bilan olingandan keyin adenoid to'qimalarining o'rni bipolar koagulyator yordamida koagulyatsiya qilib kuydirib chiqilmoqda. Bu birinchidan gemostaz, ya'ni qon to'xtatishga yordam beradi. Ikkinchidan adenoid to'qimasining qayta o'sib chiqmasligiga juda ham katta yordam beradi. Adenotomiya amaliyoti umumiy og'riqlantirish ostida narkoz ostida bajariladi. Narkozimiz hozirgi vaqtda juda ham zararsiz, gazoviy narkoz hisoblanadi va har bitta ko'rsatkichlari nafas olishi, qon bosimi, yurak urish soni hammasi nazorat ostida bajariladi. Va bu narkoz juda ham xavfsiz. Hayot uchun biron bir xavf bo'lgan holatlar hammasi hisob-kitob qilib, anesteziolog nazoratida operatsiya jarayonlari bajariladi.